Assalomu alaykum hurmatli gul shaydolari. Hozir sizlarga gullar orasida ko'p uchraydigan eng muhim narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu geron gullarda juda ko'p uchraydi. Shunaqa savollar tushyapti. Geron gulining barglari kemirilyapti. Qanaqadir o'yilib teshikcha bo'lib qolyapti degan savollarim ko'p tushdi. Hozir mening bitta gulim anchadan beri e'tibor qilmabman. Bitta gulimda shunaqa holat bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana barigi shunaqa o'yilib qolgan va boshqalarida ham bor. Hozir yana ko'rsataman. Mana barglarida shunaqa holat uchraydigan bo'lsa, hozir bunga javobni ko'rsataman. Nima sababdan shunaqa bo'lyapti? Mana ko'ryapsizlarmi? O'sishi yaxshi. Faqatgina bargida shunaqa o'yiqlar, kemirilishlar, shunaqa holatlar uchraydi. Bu sabab bitta. Bu gulda qurt bor. Hozir sizga qurtni ham ko'rsataman. Bu geron gullarda ko'p uchraydigan qurt. Yoz oyida geron gullarida shunaqa qurtlar ko'p uchraydi. Mana ko'radigan bo'lsangiz, mana osilib turibdi. Nima sababdan bunaqa barglari kemirilib, o'yib qolayotgan sababi ana shu qurt bo'ladi. Geron gullaringizda agar shunaqa holat uchrayotgan bo'lsa, albatta buni tegini o'shanaqa qilib mana tekshirsangiz topib olasiz sababini. Bu albatta geron gullarda va boshqa gullarga ham ko'chishi mumkin. Agar gulga yaqin qo'ysangiz, boshqa gullaringizni ham kemirib tashlaydi. Hozir buni olamiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, bu gul qurti deyiladi. Gul qurti. Hozir men bargi bilan uzib oldim. Sababi bu bargini ham yarmini уже kemirib bo'lgan. Ana shunaqa qilib tekshirib qurtini terib olib tashingiz bo'ladi. Buni dorilab o'tirish ham shart emas. Shunaqa bargini tagida bo'ladi, yopishgan holda bo'ladi. Albatta barglarini tagini tekshirsangiz, o'sha savolga javob topasiz. Gulingiz nimaga unaqa holatga tushayotganini. Bu tabiiy holat. Yoz oyida, bahor oyida geronlarda ko'p uchraydi. Boshqa gullarda shiracha tushsa, geronga o'shanaqa qurt tushadi. Shunaqa qilib tagini tekshirasiz. Barg ustida bo'lmaydi. Umuman qurt gullarni bargini ustida yurmaydi. Har doim tag qismida yuradi. Tanasida ham bo'lmaydi. O'sha bargini, tagini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana shunaqa holatda kemirib tashagan. Bugun ko'ribman, men gulimga e'tibor berganim yo'q edim, ba'zi ishlarim ko'payib ketib. Bu gulni bora-bora quritishi mumkin. Asta-asta barglarini kemirib, ildiziga zarar yetkazishi mumkin. Даже mana gullash nimasi kasallandi. Bunga sabab albatta o'sha qurt. Bitta bor joyda yana jufti ham bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa holatda tekshirib chiqsangiz albatta topasiz. Xullas aytmoqchi bo'lganim, sizlarga buni atay video qilib ko'rsatdim. Sababi bunaqa savollar ko'p tushgan edi. Gullarim bariga teshilib qolyapti degan. O'shanga javob sifatida mana aniqlashtirib ko'rsatib berdim. Agar sizni ham gulingizda shunaqa bargida teshiklar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta bu gunoh. Gulni barglarini tagini tekshirib chiqing. Kechiktirmasdan bunga javob topasiz. Qisqacha ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilardik. Bu menimcha eng muhim ma'lumot deb o'ylayman, chunki bu hamma geronlarda uchraydigan holat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.